Magan bu tani bexabar qilib odamlardan ana katta yoshlilardan ana aldab suldab qo'l qo'ydirib olgan. Dom tushayotganda kungacha hokimiyatdagilarning xabari ham yo'q ekan. Bular hali ham ishlab yotishdi. Hozir mana 20 kun bo'ldi. Pechatlab, tasdiqlab, mana shu joyda mana shunaqa joy bor deb boshqa mahalla nomi bilan urib beryapti-da kadastrga. Bizga kerak emas. Chunki uyimiz shunday hovlimiz katta ko'rinadi birinchidan. Biz qarshimiz u hokimga. Bo'lsa boshqa hokim bo'lsa. Yerlar allaqachon o'zlashtirilib va nihoyat o'sha xususiy ko'p qavatli turar joy binolari qurilishiga ham xulosa olingan. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi murojaat yuzasidan Toshkent viloyati Zangiota tumani Ahmad Yassaviy mahallasidamiz. Mana ko'rib turganingiz orqamizda turgan kanal Qoraqamish kanali bo'yida yashayotgan, mana shu joyda yashayotgan aholi aynan mana bu ko'rib turgan beton ishlab chiqarish zavodidan norozi holatda bizga murojaat qilishdi. Yana bir narsani iddao qilishyaptiki, bu yerga demak ushbu holatni, o'sha shovqinni yoki changni bartaraf qilish maqsadida ko'p joylarga murojaat qilishgan va aynan shu murojaat yuzasidan o'sha Davlat sanitariya epidemiologiya qo'mitasidan ma'lum bir tekshiruvchilar kelgan, ekologiya qo'mitasidan tekshiruvchilar kelgan va o'zi aynan Zangiota tuman hokimining o'zi ham kelib turib, mana shu holatni bartaraf qilish bo'yicha aynan zavod egasiga topshiriq bergan, lekin haligacha natija yo'qligidan shikoyat qilishmoqda. Yana bir holatdan xavotirdaki, aynan shu yerda demak bir nechta 12 qavatli turar joy binolari quriladigan. Bularni aytishi bo'yicha aynan qurilish boshqarmasi tomonidan qurilishga hozirda ruxsat berilgan. Bu endi shaharsozlik qurilish normalariga qanchalik to'g'ri keladi, bu haqida demak mas'ul tashkilotlarga tashrif buyurib bilishimiz mumkin. Hozirda murojaatchilarning iddaosini eshitamiz. Qani ketdik. Ko'p qavatli uylar qurishmoqchi, 12 qavat, 9 qavatli. Bilmadiki bu jarib bo'yiga yana suv xo'jaligini balansida bo'lgan yerga qanaqa qilib uy qurishadi, qanaqa qilib kadastr hujjatlari rasmiylashtirishgan, bu hammasi savol. Shu savollarni o'sha tuman rahbariyatining o'ziga, bularni o'sha shaharsozlik kodekslariga qanchalik rioya qilayotganligi yuzasidan, umumiy o'sha hozirgi bularni qo'llaridagi normativ hujjatlar asos bo'la oladimi qurilish qilishga, shu bo'yicha chiqib so'roq savol qildinglarmi rahbariyat o'zi bilan? Chiqdiki, u xabarimiz yo'q dedi. Xabaringlar yo'q. Bu nima tumanda hal qilinmaydi, viloyatda hal qilinadi deyilgan. U yerda kengashdan o'tgan ekan. U nimasi proyekti gazim qolgan. Shunaqa deb aytishdi. O'zi aytdi, xo'jayinni o'zi aytdi. Hokimni yonida. Mana endi hokim xat qilib murojaat qilaman degan, o'sha sovetga nima deydi, kengashga buni qarorni bekor qilish kerak. Lekin hali natijasini ko'rmayapmiz. Hal bo'lgan yo'q. O'sha shaharsozlik kodekslari bo'yicha oldin bir joyga qurilish qilishda aholining roziligi olinadi. Kelib o'sha joyga shunaqa qurilish qilamiz, mana shunaqa loyiha tushyapti deb oldin o'sha doska qilinadi, ko'rsatib beriladi, hujjatlar bilan tanishtiriladi. Shunaqa holatlar bo'ldimi? Kelib sizlarning roziligingizni olishdi? Mani o'yimda men 24-yil aprel oyida hujjatlar rasmiylashtirganman. Lekin hech kim kelgan yo'q. Bir marta kelib ketishdi nimadan, ekologiya idorasidan. Boshqa don qurilsa rozimisizlar deb so'radi mendan. Men yo'q dedim. Shu bilan boshqa hech kim kelgani yo'q. Endi mana anchadan beri turadiganlar bor. Tarixini bilishadi. Chaqirishyapti, bir maslahatli ishlar bor, shu maslahatga
sizlar nima deysizlar, yordam beraman degan odamlar chiqyapti. Mana shu beton meshaklardagilar pamitga kirib-kirishga arka qilamiz. Keyin hali Bo'ston mahallasida bog'chani maktab yonida bog'cha bor, shu yerda ozgina qurilish qiladigan joy bor ekan, shu yerda sport zal qilamiz, futbol maydoni qilamiz degan gaplar bilan tushuntirishdida, bular bizaga noto'g'ri informatsiya bo'ldi-da, biz yoki noto'g'ri tushundik ularni. Ular dom quramiz deb qog'ozga qo'l qo'ydirib olishdi. Ha, demak, sizlarga sport maydonchasi qurib beramiz deb yo'llash ham g'alati qilishib, tushunarli. shu bilan ular undan keyin shu uy quradi degan gap keyin chiqib qoldi. Keyin biz atkaz qilib, hamma xonadonlardan mana shu ko'chamizni ikki yoq tarafidagi yashayotgan xalq hammasi norozi bizlar deb qo'l qo'yildi. Sababi uyimizning orqasi jarlik. Qoraqamish suv oqib o'tadi. U ekologiya bo'yicha ham suvi o'zini territoriyasi bor. Zamin juda pastda. Shu yerga endi 12 etajli, 16 etajli domlar, ayrim joylarga 9 etajli quramizda. Biz aytdik, bizga umuman to'sib qo'yasizlar. Shunda uyimizga yaqin joydan 16 etaj qurilsa, tepadan hammasi ko'rinib tursa, bundan keyin bularni ekologiya bo'yicha kanalizatsiyasi qayerga ketadi? Bu jarlikdan yana tepaga chiqish kerak. O'zi tepadagi kanalizatsiya quvuri to'lib oqyapti. Bu bizaniki oblastga qaraydi, Zangiota tumani. Shunaqa bo'lgandan keyin ular shaharga qo'shishmoqchi. Shaharga umuman ruxsat ham bermaydi bu narsaga. Yo, mayli, ruxsat berishdan avvalgi bo'ladigan holatlar hozir bu joy menimcha shu suvni muhofaza hududi, bu kadastr hujjat qanday shakllantirildi bu joyga? Shundan xabar topmadinglarmi, qiziqib ko'rmadinglarmi? Xabarimiz yo'q. Kadastr hujjati agentligidan ham xat oldik. Hammadan qizig'i manzilini noto'g'ri ko'rsatyapti. Bo'ston mahallasi uzoqda ekan. Boshqa tutashgan joyi ham yo'q. Ya'ni ro'yxatga qo'yilgan kadastr hujjat ro'yxatga qo'yilgan manzil boshqa yoqda-yu, lekin yer o'zi boshqa joyda joylashgan. Ha, tushunarli. O'sha bo'yicha misol uchun holat, shubhali holatligi bo'yicha bir ichki ishlarga ariza kiritib ko'rdinglarmi? Yo'q, hali hech narsa kiritganimiz yo'q. O'zimiz mana yaqinda bildik. Hokimiyatga nima degan javob beryapti? Hokimiyatga shu anaqasi to'g'risida biz o'tkazuv anaqa kengash noto'g'ri bo'ldi. Bizani anaqadan noto'g'ri bo'ldi deb beruvdi. Xat qilib beramiz deyishdi. Xat qilib beramiz deyishdi-da. Borsa xatni bermayapti. Anaqaga noqonuniy bo'tga kengash o'tkazilgan, ana kengashga. Nima deydi? Ana sovet deydimi? Ana qurilish anaqasi bo'yicha sovetga kengashiga hujjat chiqarib beramiz deyishdi. Lekin hujjat chiqarib bermayapti hokimiyat. Hokimiyatga borib turib murojaat qildi. Ana otingga bor, onangga bor, erta kel, indinga kel deb mashina qildi hokim. Xabarimiz yo'q deyapti. Xabarimiz yo'q. Ular o'zini chetga men misol uchun mashina meni orqamga dom tushyapti-da. Men bexabarman-da. Aslida u sizni chaqirish kerak hech qanaqa ruxsat olmagan, boshqa qilmagan, chaqirmagan. Bu tani bexabar qilib odamlardan ana katta yoshlilardan ana allab-sullab qo'l qo'ydirib olgan qisqasi. Noqonuniy. O'sha qo'l qo'yganlar, ruxsat berganlar bu mahallaga aynan shu qurilayotgan domlarga aloqasi bormi, yo'qmi? Yo'q. Aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q shaxslarni chaqirganda kengash o'tkazib, ruxsat olishgan degan xulosaga kelyapti. Zangiota tumani hokimi keldimi bu yoqqa? Hokimi kelib, anaqani betonni mishalkaga 2 hafta muhlat qo'yib ketdi. Nima muhlat, ya'ni? Bu yerdan ko'chirilish to'g'ri. Ko'chirilish bo'yicha. Keyin biz o'sha anaqa bilib qoldi, bu yerga dom qurilar ekan. Ko'chirib bu yerdan ketib, dom qurar ekan. Xo'p. Murojaat qilsa hokimga, hokim sizlarga o'sha kengashga chiqazib beramiz anaqa deyapti. Lekin chiqazib bermayapti. Borib mahalla bilan anaqa qildi, uchrashdi hokim. Hattoki hokim o'zi mana shu maydonda beton mishalkaning o'rnida domlar qurilishidan xabari yo'q, meni xabarim yo'q deb hokimiyat vakillari o'ziga aytishdi. Hokimiyat xabari yo'q ekan bu yerda dom tushayotganda. Dom tushayotganda shu kungacha hokimiyatdagilarning xabari ham yo'q ekan. Hokim kelganda bularga srok qo'yib ketdiki, mana shu 2 hafta, 3 haftaning ichida beton mishalkani ko'chirgin bu yerdan. Bu odamning boshqa territoriyasi bor ekan, shunga harakat qilib ko'chirgin deb usloviy qo'yib ketgan. Bular hali ham ishlab yotishdi. Hozir mana 20 kun bo'ldi.
Endi agar bir joydan bir qurilish tushayotgan bo'lsa-yu, uni misol uchun tuman hokimligi, tuman arxitektura, tuman kadastr nahot buni tushunmaydi, ko'rmagan bu narsani. Menimcha bu bilmayman, yolg'on gap deb o'ylayman, chunki hozir bir joyda qurilish qilishlik uchun oldin loyiha qilib, o'sha hamma narsasini xalq ko'rishi uchun, o'sha aholining roziligi olishligi uchun qo'yib qo'yilardi. Hozir bu narsa umuman bo'lmayapti, hech qanaqa loyiha ko'rsatilmagan. Yo'q. Qanaqa loyiha aytyapman, mana shu yerda turaman. Men orqamga dom tushishini yaqinda bilib qoldim. Orqamga dom tushar ekan. Bu ertaga biza u misol uchun o'zbekchilik ham to'g'ri kelmaydi. Tomosha qilib bo'lamiz-da. Guruh qilib aytganda, na domni turadiganligi hovli bemalol ko'rinib turadi. Bemalol ko'rinadigan bo'ladi. Bemalol ko'rinadi. Orasi bu dom quraman degan joyning orasi 10 metr joy bizning hovlimizning tepasida. Asosiy savol tug'ilyapti. Vatxo'zi balansida bo'lgan Keling. suvning muhofaza hududi Vatxo'zi balansida deb albatta. Qanaqa tartibda o'zlashtirilgan? Bunga kim ruxsat bergan? O'sha narsa. Hozir men eshitishim bo'yicha, men hozir ekologiya bilan gaplashdimda, bularni o'sha irrigatsiya boshqarmasi bilan o'rtasida shartnoma mavjud ekan. Shartnoma mavjud degani buni unda mulk huquqi bor degani emas. Lekin hozir bu yerda yana aytishyapti, u shartnoma bekor bo'lgan. Demak, yerlar yo auksion tartibida sotilishi kerak, yoki xususiy bo'lgan bo'lishi kerak. Xususiy bo'lgan bo'lishi uchun bu muhofaza hududi bo'lishi kerak emas-da bu. Yo'q, tushunarli. Mayli auksion tartibida olingan bo'lsa, bu joyi o'zi auksionga qo'yishligi uchun mumkinmi u muhofaza hududida auksionga chiqarib sotish? Yo'q, qarang. Muhofaza hududlarida asosan yengil konstruksiyali binolar berilyapti. Prezident tegishli qarori bo'yicha o'sha suv bo'yida odamlarni hordiq chiqarish uchun turli xil maskanlar barpo qilinyapti, lekin baribir unda ham demak ma'lum bir metr muhofaza hududi bo'lishi kerak. Hozir men orqaga o'tib ko'rdim, lekin suvi bo'yi bilan, jarlikni bo'yi bilan devorgacha bo'lgan masofa 30 metrni tashkil qiladi xolos. Endi 30 metrni ma'lum bir miqdorini biz muhofaza hududi deb oladigan bo'lsak, unda nima 10 metr enlikda uy quradimi o'tga? Lekin hozir loyiha bo'yicha bir nechta nimasini ko'rdik. Hozir yana o'sha DSG shaffof qurilish degan programma bor. O'sha bo'yicha ham demak hozir bitta ko'ramiz, aynan bu joyda hozir nima mavjud, nima bor. Aytsam bo'ladimi, o'sha irrigatsiya, melioratsiya bo'limidan olgan xatimizda, suv xo'jaligidan javob xati. Ular aytishdiki, shu ijara shartnomasi 5 yillik muddati tugadi. Bu to'g'risida zavod rahbariyatiga xat yuborildi, ogohlantirish xat deb. Ogohlantirish xatini ham kopiyasini berishgan. U yerda yozishganki, shu agarda davom ettirmoqchi bo'lsangiz, auksion orqali ijara huquqini oling deb yozgan. Tushunarli. Endi Sardor aka, bu hozir bizni Zangiot, men o'zim ham Zangiot tumanida istiqomat qilaman-da. Bunaqa holatlar bu birinchisi emas. To'g'ri, Zangiotda har xil holatlarni biz kuzatamiz. Aynan hozirgi holat, ya'ni ro'yxatga qo'yilgan kadastr hujjat shakllangan yer boshqa joyda, uni ko'chasi boshqa joyda ko'rsatilgan holatlari alohida surishtiruv o'tkazilishi kerak va shart deb o'ylayman, hurmatli Zangiot tuman rahbariyati. Aynan hozir bir minut amak tugatib oling. Hozir mana shu Zangiot tumanimizda yerlarni talon-taroj bo'lishligi masalasi bo'yicha aynan o'sha qaysi mahallada bir chiqish qildik, 52 ta uchastka buzilayotganligi bo'yicha, qabriston masalasi bo'yicha. Behizor mahalla. Lekin u davlat tashkiloti uchun qarang qanaqa tez buzib olindi. Egalik huquqi 228-modda birdaniga u sudlarda sirtdan qaror chiqarildi. Endi hozirgi holat bo'yicha nima deya olasiz? Ya'ni bir joydan dom qurilyapti-yu, lekin tuman hokimligi, tuman arxitektura, kadastr bundan xabardor emas. Xabardor emas, u xabardorligi ham mayli, bu yerda ya'ni anaqa turibdi-yu, Jinoyat kodeks 228-moddasi. Turibdi. To'g'ri beryapti, bu texnik xatolik emas bu. Bu pechatlab, tasdiqlab, mana shu joyda mana shunaqa joy bor deb boshqa mahalla nomi bilan urib beryapti-da kadastrda. Shunaqa. Yana qaysidir tashkilot sud protsesslarida yutqazdi degan ma'lumot beryapsizlar. Qaysi ekologiya tashkiloti yutqizibdi, sababini ham so'rab bildim men. Sababi nimaga? Sababi ekan, mana bu kottej undan keyin qurilganmiz, o'shaning uchun sudda yutqizishdi. Haqob davomli kottej demak endi qurilgan bo'lsa, yaqinda qurilgan bo'lsa, qolgan aholi demak bu yerda o'sha zaharli havodan nafas olib yashayverish kerak ekanda. Mana kottej qurilganiga, kottej 2 yil bo'ldi qurilganiga, biz 10 yil, 15 yildan beri sudda turamiz, mana shu istiqomat qilamiz. Shunda bizning uyimizning tepasida
uyimizni orqasida shunday bolalarimiz yotoqxonasining tepasida 5 metr nari joyda beton mishalkasini qurib qo'ygan. Kattakon balon bir 30 metrlik, 40 metrlik beton mishalkasi. Uni oldiga nimada qanaqadir katta havo mashinalarida qum shag'al olib kelib kechasi kunduzi to'kadi, kechasi kunduzi qars qurs ishlaydi. Necha marta ogohlantirishimizga qaramay, "Xo'p, bizamiz ketamiz" deb hali bir marta ham bu ketish to'g'risida bir harakat qilayotganini ko'rganimiz yo'q. Ya'ni mana yaqin bir 2 hafta, 3 hafta oldin hokim o'zi kelib ko'rib ketdilar. Bu yerda hokim shunda bularni ko'chamiz degan va'dasini o'zlari eshitdilar. Qachon ko'chasi desa, bunga menga sharoit hozir ko'chishga sharoitim yo'q, katta mablag' kerak. Joyimiz tayyor, faqat ko'chishimizga mablag' kerak, dokumentatsiya qilishimizga. Hokim aytdilarki, o'zimiz yordam beramiz. Qanaqa fiziki yordam bo'lsa, fiziki, dokument bo'lsa, dokumentlarni yordam beramiz. Ko'chkin deganda hozir ko'chishga sharoitim yo'q deb turibdi. Keyin hokim 15 kun srok qo'yib ketgan edilar. Mana hozir 20 kun o'tdi. Bular qimillashdan darak yo'q. Yana o'sha taqir-tuqir ishda davom etyapti. Tushunarli. Qancha bo'ldi shu holat? Mana hozir 5 yildan bir davom etib kelyapti. Biz bularga qarshi chiqib, buni beton mishalkani qurishda ham 2018-yildan beri shunaqa. Demak, hozir bir narsani ma'lum qilib o'taman, hurmatli viloyat hokimligi, hurmatli viloyat prokuraturasi. Men bu narsani osmondan olib gapirmayapman. Aynan hozir men bu joyda ko'rayotgan asosiy qonun buzilish holati deb hisoblaydigan holatim, ya'ni o'sha yerlarni egalik huquqini qanday shakllantirishdi. Auksionsiz, boshqasiz o'sha holatlar bo'yicha albatta xizmat tekshiruvi o'tkazilishi kerak va bu bo'yicha biz rasmiy izoh kutamiz. Bundan tashqari mana hokim tuman hokimligi kelib va'da berishgan ekan. 15 kun vaqt qo'yib ketgan, 15 kun ichida 15 tuman hokimligining va'dasi mana 20 kun bo'libdi, haligacha bajarilmabdi. Bu bo'yicha ham biz albatta izoh kutamiz. Qurilish vazirligiga menimcha borib bu holat bo'yicha bularni o'sha qurayotgan qurilmalari qanchalik darajada qonuniy ketyapti. Bular bo'yicha ham qiziqamiz, so'raymiz. Nimadan norozisinizlar? Nima norozilik bo'lyapti sizlardan? Noroziligimiz asosan bitta aholi yashaydigan joy, oldin tinch hudud bo'lgan, hamda orqa tarafimizda jarli bo'lgan. Hozir endi beton mishalka ishlayapti. Bolalarimizga juda ham zarari ko'p. Kechasidagi taqir-tuqirlar birinchidan, ikkinchidan chang, juda ham chang uylarimiz, bolalarimiz emaylikdi, hammamiz uyimizda yosh bolalar bor. Shunaqa darajada changki, vaqt hovlimizga mana o'zbekchilik bilan karavot qo'yamiz, lekin o'tirib bo'lmaydi shunaqa changligidan. O'sha aynan ishlayotgan vaqtida chiqayotgan changlarning syomkasi bormi sizlarda? Video tasvirlari bor. Keyin kechasidagi o'sha bolalarimiz uxlaydi, soat shovqinlari chiqadimi? Kechasi bilan ishlashadi. Beton qum to'kishganda taraqlagani shunaqa yomon eshitiladi. Bularni ham o'sha kadr jarayonida qo'yib o'tamiz. Dom qurilish masalasiga keladigan bo'lsak, bizga kerak emas. Chunki uyimiz shunda hovlimiz kaftdek ko'rinadi birinchidan. O'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydi. Hammamizda uyimizda keyin yura olmaymiz. Hammamizdan kelinimiz o'rangan, boshidan yurishi bor. Ular tepangizda 12 qavat tursa-da, kelinlar bu yoqda yursa, yuvinishi bor. To'g'ri kelmaydi-da. Yashil zona bo'lsin divomizda, qaytanga bola o'ynaydigan joy yo'q. Qobilxo'ja aka o'ragan paytlarida men 2007-yil chiqqanman. Bu yerga hech narsa qurilmaydi. Faqat foydalanamiz deb o'rab ketgan. Kim edi u Qobilxo'ja aka? Taxta bozori xo'jayini o'tib ketdilar. Qobilxo'ja aka menga 1 metr joy tashab, shularga blokdan o'rab ketgan. Bog'imni bizdirib tashaganlar. Men bu yerdan foydalanaman. Anaqa sex-bex qilaman, lekin sizlarga zarari tegmaydi deb o'rab ketganlar orqamni. Endi hozir vaqtlar o'tib 2007-yil chiqqan bo'lsa, vaqtlar o'tib men tepamga 12 qavatli uy tushmoqchi. Endi o'tda kelinlarim bor. Har xil variant bo'ladi. O'shanga biz shunga qarshimiz, dom qurmasligiga. Tushunarli. O'sha hozir mana sizlar qo'shnilar hamisha istiqomat qiladigan ayollar, rozilik olishibdi, qurilish o'sha rahbariyati bilan birgalikda aholidan deyishdi. Kimni xabari bo'ldi shu bo'yicha? O'sha kengash tuzilgan. 2024-yilda meni ko'cha boshi sifatida chaqirishdi, majlisda qatnashganman, lekin loyiha bilan tanishtirdik deb qo'l qo'ydirishgan. Shu yerda qurilish bo'lishi to'g'risida, mahallamizni obodligi to'g'risida, kanalizatsiya o'tadi katta ko'chadan dishdi.
keyin chiroyli mana bu ko'chamizni mahallamizni kiraverishiga arkalar quriladi deb juda chiroyli gaplar bilan loyiha bilan tanishtirishdi. Loyiha bilan tanishdik deb men ko'cha boshi sifatida qo'l qo'ydim. Kelib mana ko'chamdagilarga hammaligiga aytdim, o'shanda shunaqa loyiha bilan tanishtirishdi. Lekin sizlar nima deysizlar bilmayman, biz qarshimiz, chunki 12 etajli uylar tushar ekan orqamizga dedim, hamma qarshi bo'ldi. Keyin u bizga loyiha bilan tanishdik degan qo'limizni qurilishga ruxsat berishdi deb qo'yib yuborishibdi. Biza keyin buni o'sha mana hokimiyatlarga murojaat qilganimizda ko'rsatishdiki, mana o'zingizlar ruxsat bergansizlar, siz imzoingiz turibdi deb. Men loyiha bilan tanishdim deb qo'l qo'yganman. Loyiha bilan tanishdingiz, ya'ni o'sha obodonlashtirish bo'yicha, mahalla obodligi bo'yicha. Mahalla obodligi bo'yicha juda chiroyli gaplar gapirildi, aytdi. Bironta gap bo'lmadi dom qurilishligi bo'yicha, hech qanaqa. Faqat dom quriladi dishdi, loyiha. Loyihasi, lekin bizning ko'zimiz yetmadi, chunki shu yerda necha yildan beri yashagan bo'lsak, bu orqa tarafimiz juda ham jarli, o'pqonli bo'lgan. Keyin mana bu Chorsida eski binolar, mahallalar buzilganda yerda hamma stroy musorlar olib kelib to'kilgan. Orqamizga. Hattoki shunaqa holatlar bo'lgan, bizani o'sha devorimizga o'sha mashinalar ag'darilib ketib, devorlar buzilib ketgan vaqtlar bo'lgan. Chunki anunga menimcha domga noloyiq. Yo'q, musor bilan suv yaqin bo'lgan bizga jarlik o'tlamannaqa. O'zinglar tuman hokimligiga murojaat qilib ko'rdinglarmi shu bo'yicha? Nima degan javob oldinglar? 3 marta bordik. Xabarim yo'q. Bilmadim. Mana kechiga dushanba kuni borib keldik. Bugun nima kun? Dushanba. Bizning vakolatimizga kirmaydi. Dedilar. Vakolatligi kirmas ekan vakolat. Lekin mana katta yoshli ayollar borlar, bittaliga teylariga stol berishmadi, yo suv berishmadi. Chanqashdi bu ayollar. Hammasi mana shu qatorda turishadi, bu yoq qatorda turishadi, lekin mana shu ayollar hokim turibdi-da, mana shular hurmat qilmasdan, yo'q xonasi bor ekan 20 kishilik, lekin shu yerga zalga olib kirmadi. Koridorda gaplashdik, ana ko'chadan kelganda shunda jo'natib yubordilar, bizani hurmatsizlik qilib qabul qildilar. Biz qarshimiz u hokimga ham, bo'lsa boshqa hokim bo'lsa. Namunali, yaxshi hokim bo'lsa, jon kuydiradigan hokim. Shoziman shu mahalla raisiga diqqatimni tortmoqchi edimda. Mahalla raisi o'zi avvalo hozir mahalladagi bo'layotgan muammolarni olib o'sha rahbariyatga olib chiqish kerak bo'lgan shaxsda. Lekin hozir bu joyda aynan o'sha noqonuniy, ya'ni soxta yig'in o'tkazilishligiga bosh bo'lganligi mahalla raisiga iddao qilishyapti. Shu gap rostmi? Ya'ni mahalla raisi bosh qosh bo'lgan o'sha holatga deb. Mahallamiz raisi o'tkazganlar. To'g'ri. Viloyat hokimligi va tuman hokimligi ushbu holatlarni aynan ichki ishlar tizimi, bularning egalik huquqlari bo'yicha hujjat qayerdan paydo bo'ldi? Mana shu masalaga javob olishni xohlaymiz. Viloyat hokimiga ham chiqmoqchi bo'lib turdik. O'zimizdan tumanimizniki xalqqa bermayotganlari uchun. Viloyat hokimiyatiga bormoqchi va'da berdilar. Ertaga musor mashina boradilar. 2 oy bo'ldi, musor mashina kelmaydi ko'chamizga. Pampersda yuradigan navaralarimiz hozir hidiga turib bo'lmaydi. Haligacha yo'q musor mashina. Lekin pul to'laysizlar bu. Pul olib ketadi hammasini. Hamma to'laydi. Suvga, gazga, svetga, mana suvni ham, gazni ham o'zimiz harakat qilib, mana suvni, masalan, ertaga betga domchisi ukajon tegidan o'tgan, shuni tegidan suvni ustidan olib o'tganmiz, o'zimiz xarajat qilganmiz. Lekin ertaga kamas kovlaydimi, turbamiz yorilib ketsa, shuncha aholi yana 3 oylab suvsiz o'tiramiz. Darrov kelib qilib bermaydi. Yo'q, o'tmagan kanalizatsiya. Kanalizatsiya yo'q, bu yerda. Hammaning uyida chuqur o'zi qo'ygan. Tushunarli. Shunaqa bizga xalaq qotdi, charchadik, urush urib, hamma nimalarga yozildi, instansiyalarga, nima ekologiya, suv portallariga yozildi, har bitta qo'shni ham telefon qilib, hamma jalbasini berdi, etildi deganda, yo'g'i shunaqa zavod bormi shu rayonda, xabarim yo'q ekan dedilar. Qanaqasiga har bir hokim kamida 3 yildan beri o'tirgan rayonida bunaqa katta zavod borligidan albatta xabari bor. Shuncha aholini azgin ustidan kulgandek bo'lib, sizlar xavotir olmanglar, ertaga o'zim boraman, prokuror bilan hal qilaman. Hal qilib 2-3 ta odamni chaqirib, senga 15 kun muhlat, yo'qol, ket, yashtir, bo'ldi, betdim, ish qilmaysan deydi. Bo'ldi deyildi, bu narsaga bir oydan oshdi. Soat 11-12 ishlaydi. Kechasi bilan shovqin mayl, u changiga chidab bo'lmaydi. Biz u taraf hovlimizga chiqmaymiz. Allergiya, bolalar chiqarmayman hovliga, chunki shu qum chang. Endi odamlar hovliga chiqqan, domlarni sotib, hovliga chiqqanmiz, havodan olamiz, bolalarimiz yayrab o'ynaydi degan narsa. Suvga etdan suv o'tgan, ozgina havo kelmoq. Butun
respublika bo'yicha ariq o'tgan, suvli o'tgan joyda obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Lekin bu yerda bu zavod axlat tashiydi, chiqindi tashiydi. Buni ekologiya ham kelib ko'rdi, 14-15% deb yozib berdi. Portaldan ham javoblar keldi. Shu haqiqatdan ekologiya kelib tekshirib ketgan, baland zararligi deb yozib ketgan. 4 baravar. Shu. Hamma kelib ketyapti, lekin oxiri oqibat natija yo'q. Qayerdadir qotib qolyapti natija. Shu hokimiyatdan ham o'tib ketmayapti, rayon prokuroridan ham o'tmayapti, SESdan ham o'tmayapti, qayerdadir qotib qolyapti. Nima sababdan bu qotib qolyapti? Ishimiz ham даже o'sha portalga jalba qilinganda ham shuncha xalq. Baribirga ham yana o'zimizga qaytib kelib, boshqanaqaga ekologiyaga yana murojaat qilinglar, biz bildirish xatinglarni jo'natib yubordik, arizanglarni deb shunaqa deb chiqarib yuborishyapti. Unda bu hokim, bu rayon hokimida kuchi yetmasa, gapi yetmasa, unda u hokim boshqa joyga ko'chirish kerakmi? Buni etildi. Bu egallab turgan joyini yarmidan ko'p o'ziniki emas. Bu noqonuniy ushlab turibdi desa, yo'g'i, meni xabarim yo'q, hujjatni olib kel. Yordamchisiga aytdi. Qanaqasiga xabari yo'q, kelib ko'rib ketgan bo'lsa, kirib ko'rmaganmi hokim? Qancha ular egallab turibdi, qancha mumkin, nimalar qilyapti o'zi biladi hammasi shu. Aholi yashaydigan joyda 300 metr emas, shunda devorimizni orqasi, dash 1 metr ham joy ham yo'q. Mahalla aholisining bizga iddao qilishicha, aynan mana shu beton zavod o'rnida bir vaqtlar bog'roq bo'lgan ekan. Va bu yerdagi o'sha bozor egasi bilan kelishuv asosida bu bog'roq o'rniga alohida bir sexlar tashkil qilingan. Endi e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchimiz, ya'ni bu bog'roq bo'lgan bo'lsa, bir paytlar bu yer sug'oriladigan yerlar qatoriga kiritilgan. Hozir Zangiota tumanida bunaqa ishlar ko'p bo'lganligi bois bu bizga ma'lum. Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda bu yerlar allaqachon o'zlashtirilib va nihoyat o'sha xususiy ko'p qavatli turar joy binolari qurilishiga ham xulosa olingan deyilmoqda. Biz esa bunda tekshirishda davom etamiz va keyingi manzilimiz O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. Bizni kuzatishda davom eting. Антикоррупция.